balkim bu axborotni sotish uchun, qiymat berish uchun tayyorlanadigan sanoatning bir tashkiloti va minbarga aylantirilgan. Shuning uchun ham biz o'zimizning kichkina tezisimizni dunyoning ko'p tadqiqot markazlari tadqiqotlari asosida tayyorladik va bizning bugungi taqdimotimiz Instant Country Post-Law Consulting va Marketing Solution tadqiqotlariga asoslanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra bugungi kunda media iste'molchilari hech qanday kontentni o'qimaydi, balki ular marketing orqali mana shu kontentni skanlaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra 79% auditoriya kontentni faqatgina skanlash orqali axborotni qabul qiladi. 16% auditoriya esa mana shu kontentni qanday matn bor ekanligi, foto yoki bo'lmasa vizual effektlar orqali axborotni qabul qiladi. Va bugungi kunda mana shu tadqiqot natijalarini aniqlangan diqqat tezligi, ya'ni bevosita saytlarning auditoriyani diqqatini ushlab turish 5 yoki 8 minutni tashkil etadigan izohlashlar bor. Ammo so'nggi tadqiqot natijalariga ko'ra, bugun auditoriya axborot iste'mol qilishi yoki bo'lmasa axborotni o'qish yoki o'qimaslik qarorini qabul qilish 3 soniyani tashkil etadi. 3 soniyada u mana shu axborot menga kerak degan xulosaga keladi va qolgan 8 soniyada bu axborotni men uchun kerakli o'qishim kerak yoki o'qishim kerak emas degan qarorni qabul qiladi. Ikkinchisi bu diqqat xaritasi deb nomlanadi. Va tadqiqot natijalarini matnlari va tahririyatlarni raqamli media integratsiya jarayonida foydalanish uchun tavsiya qilinayotgan media sifatida tavsiya qilinmoqda. Ya'ni ilk ko'ra har qanday foydalanuvchi bu siz ko'rib turgan veb saytining asosiy sahifasida chap tomondagi matnni avtomat tarzda qabul qiladi. O'ng tomondagi matnlar esa odatda Google Facebook algoritmi asosida reklama bannerlari sifatida qabul qilinadi va u yerda tahririyatning asosiy ma'lumotlarini kun tartib turuvchi muhim ma'lumotlarni joylashtirish tavsiya etilmaydi. O'shaning uchun ham ilk modulga ko'ra foydalanuvchi chapdan o'ng tomonga va chapdan to'g'ri pastga vertikal tarzda axborotni skanlashi mana shu tadqiqot natijalarida isbot etiladi. Va biz yangiliklar yaratishda yangiliklar shakllarni oladi. Va tadqiqot natijalarini so'ngalgan piramida, ya'ni xulosadan tafsilotga bugungi media kontentni ulashda mana shu texnologiyadan foydalanish tavsiya etilyapti. Ya'ni bu tahliliy kontent bo'ladi yoki bo'lmasa reportaj, informatsion janrli kontent bo'ladi. Asosiy xulosada eng muhim faktlar birdan jo'rida, muhim detallar, ya'ni ekspertlarning fikrlari ikkinchi qismda qo'shimcha tafsilotlar, ta'rif, tahlil yoki bo'lmasa taqqoslamalar uchinchi qismda yaratilishi tavsiya etilyapti. Agar sizni veb-saytingizda matn xuddi shu ko'rinishda taqdim etiladigan bo'lsa, foydalanuvchi mana shu matnni o'qish ehtimoli 124% oshganligi tadqiqot natijalarini aks ettiradi. Va skanlash jarayonida tadqiqotlar jarayonida 3 ta omil tavsiya etiladi. Birinchisi, katta so'zlar, samovalar bevosita matnning bosh qismida, ya'ni matnni jurnalistika amaliyotida ishlagan matnlarni qaynoq qismi birinchi qismida, ya'ni ilk qismda berish tavsiya etiladi. Raqamlarni psixologik tushunish, ya'ni raqamlarni so'z emas, son ko'rinishda keltirish bu ikkinchi eng muhim qoida hisoblanadi. Uchinchisi bu o'qish qulaylik. Ya'ni matn ko'rayotganda tahliliy kontent terishda ham yoki bo'lmasa non-fiksiyonlik kabi multimedia formatlardan foydalanishda ham nafas oluvchi matn ko'rinishidan foydalanish tavsiya etiladi. Ya'ni har bitta matnni bir nechta qismlarga bo'lgan holatda sog'lom tabiiy va uni asos bo'luvchi faktlarni keltirish tavsiya etiladi. Bu o'qish qulayligiga nomlanadi va skanlash jarayonida auditoriyaning e'tiborini sobit turishga sabab bo'ladi. Ikkinchisi bu diagnostika matritsasi hisoblanadi. Ya'ni har qanday tahlilga yuqoridagi 3 ta oltin qoidadan, ya'ni matnni tayyorlash va uni dizayn qilish jarayonida shu 3 ta oltin qoidadan foydalaniladi. Veb saytidagi tashrif etuvchilar, veb
e'tiboringizga e'tiborlarga qaratishimizni so'rayman. Bizning innovatsion muzeyimiz dunyoning eng hayratlanarli eksponatlarini taqdim etadi. Ular sizni yo'q qolishni istaysiz. Bu kabi matnlar auditoriyada mana shu matnga bo'lgan qiziqishni uyg'ota olmaydi. Ya'ni skannerlash jarayonida diqqatni tortmaydi. Agar siz bu matnlarda muzeyda 100 dan ortiq himoyasi eksponat bor. Ish vaqti 9 dan 18 gacha shaklda beradigan bo'lsangiz, bunda skannerlash jarayonida foydalanuvchi o'zini savollariga javob topa oladi. Keyingi media sanoatlashgandan keyin sotishimizni yo'qmi, marketing strategiyalarini hisoblashamiz. Va marketing narxi bilan to'g'ri strategiya mavjud. Bunga auditoriya uchun marketing narxi umuman ishlamayapti, ya'ni foyda bermayapti. Nima uchun? Chunki foydalanuvchi gazeta e'lon qilinadi, nashr qilinadi va o'ziga yetib boradi. Bugungi kunda auditoriya axborot qabul qiluvchi kanallarda va manbalarda uchraydigan, shuning uchun ham bevosita iste'molchi salohiyati tarmog'i yuqorida keltirilgan tadqiqot natijalarini tavsiya etilyapti va bugungi kunda yetishayotgan tahlillarda mana shu strukturada foydalanish tavsiya etilyapti. Bu qanday ishlaydi? Gazetada tahlil material beriladi. Islomning eng ommalashgan usuli raportlardan foydalanish. Lekin dunyo tajribasida qanaqa tajriba qo'llaniladi? Materialning bir qismi gazetada olinadi, ikkinchi qismi YouTube'da, uchinchi qismi Instagramda ochiladi. Bu nimani ta'minlab beradi? Sizlarning ko'rishingiz bir paytning o'zida sizni bir nechta kanallar orqali kuzatish imkoniyatini ta'minlab beradi. Va har bitta tahliliyat, internet tahliliyat buni UX bilan ishlash kerak bo'ladi. UX bu bevosita foydalanuvchining tajribalari hisoblanib, siz foydalanuvchi fikrini eshitsangiz, foydalanuvchi sizga ishlaydi. Bugun har bitta tahliliyatdan talab qilinayotgan narsa o'zini ekspertlar guruhiga, o'zining maqsadli auditoriyasiga ega bo'lishi va bir paytning o'zida mana shu auditoriya bilan interaktiv muloqotni tashkil eta bilishi. Ya'ni foydalanuvchining muntazam buni ortidan siz auditoriyaga ega bo'lasiz. Auditoriyaga ega bo'lganingizda siz yaxshigina o'yinga ega bo'lasiz, o'yinga oshgandan keyin bevosita reklama beruvchilar soni sizda ko'payadi. Mana bitta narsani e'tirof etib o'tishni xohlardim. Bugun biz media degan yangi tushuncha mavjud. Ya'ni bu media ishi. Bugun media istalgan platforma orqali axborot uzatish mumkin. Har qanday bosma nashr ham va media ham ijtimoiy tarmoqqa moslashishi va auditoriyani qiziqishlari atrofida o'zini kun tartibini belgilashi bu masalalardan biri. Va biz bevosita ishonch gazetasi tahririyatida mana shu auditoriya bilan muloqot o'rnatishni alohida strukturasini ishlatish uchun amaliyotda foydalanishni tavsiya qilgan bo'ladi. Nima uchun? Bugun auditoriyaga siz ma'lumot berasiz, uni iste'mol qiladi, unga qay darajada ta'sir qildi, ta'sir qilmadi. Yoki auditoriya bu materialni o'qidimi, o'qimadimi degan savolga bizda doim ham javob yo'q. Mana shu jarayonni bilish va tahlil qilib borish uchun alohida interaktiv kommunikatsiya tarmoqlari yo'lga qo'yilishi tavsiya etiladi. Va yana bitta narsa New York Times'da bor, ya'ni bir ishlab chiqaruvchi va bir qabul qiluvchi platformasi. Siz kompyuterni tayyorlaysiz, foydalanuvchini pochtasiga bu ma'lumotni yetkazasiz. Ya'ni foydalanuvchi meni qiziqishlarim bilan tahliliyat qiziqayapti degan o'y bilan sizni auditoriyangizga